Hazrat Mir Alisher Navoiyni har o'qiganimizda uning mehr nurlariga cho'milamiz, ko'milamiz, poklanamiz. Aslida Hazrat Navoiyga kimlar boradi? Hazrat sizning huzuringizga, mehringizga zorlar boradi. Ezgulikning uchquni sachrab, dilda o'ti borlar boradi. Ko'hna meros vayron qilar ishq, ming majnunni hayron qilar ishq. Tuyg'ulardan yorilib, yurak sayray torlar boradi. Adashtirib karvonlarini, asray olmay sarbonlarini, birni topib, mingni yo'qotib, mudray norlar boradi. Bir ochilib ketsa dastoni, past tuyulib baland osmoni, patlaridan tomchilab qoni, ucha sorlar boradi. Siz bariga davo topasiz, har kun yangi navo topasiz. Topmak uchun sizdan o'zini dilda dardi borlar boradi.